Bizda yo'q oshxona. Within the pool you'll find golf course. Dubay hozirda xalqaro miqyosda ko'chmas mulk biznesiga qiziqqanlarning diqqat-e'tiboridagi joy hisoblanadi. Ko'chmas mulkka investitsiya qiluvchilarni bu yerda taklif qilinayotgan hashamatli hayot tarzi, soliq tizimidagi afzalliklar va o'sib borayotgan ekonomika jalb qiladi. 2024-yilda Dubay 17 million atrofida sayyohlarni qabul qilgan. Sayyohlarning soni ko'pligi esa albatta o'z navbatida uy ijaralariga bo'lgan talabni oshiradi. Dubay bu shunchaki turizm o'ta rivojlangan joy emas, balki bu yer son sanoqsiz biznesmenlar ham tashrif buyuradigan joy. Dubayda uy sotib oluvchilarning eng ko'pchilik qismini hindlar va Buyuk Britaniyaliklar tashkil etadi. Xitoyliklar, rossiyaliklar ham bu yerdan uy oluvchilar ro'yxatida oldingi o'rinlarda turadi. Dubaydan ko'chmas mulk sotib olishlariga qiziqishlariga yana bir sabab bu yerda o'sayotgan kapitalingiz uchun soliqning yo'qligi. Masalan, uy sotib olib uni bir necha yillardan keyin foyda bilan sotsangiz, daromadingiz soliqlarsiz o'zingizniki bo'ladi. Dubayda ko'plab qurilish kompaniyalari muntazam sog'lom raqobat bilan bahs boylashadi. Emar, Damak, Bingatti, Danube ulardan eng yiriklari hisoblanadi. Ushbu kompaniyalarning nomlarini amirlikda o'zlari barpo qilgan osmono'par binolarda faxr bilan yozib qo'yishganligini ko'rishingiz mumkin. Men bilan o'g'limni Damak kompaniyasi bosh binosidagi Damak Hills uylari bo'yicha konsultatsiyaga olib ketayotgan millati hind haydovchi xodimning aytishicha, Damakdan eng ko'p uylarni hozirda ruslar olayotgan ekan. 2011-yillardan boshlab Dubay amirligida ko'chmas mulk sotib olishdagi har xil firibgarliklarning oldini olish maqsadida oqit tizimi yo'lga qo'yilgan. Bu so'z arab tilida shartnoma ma'nosini anglatadi. Bu tizim juda zo'r o'ylab topilgan bo'lib, ko'chmas mulk sotib olish jarayonining har bir etapini nazorat qiladi. Xaridor ko'chmas mulk sotib olsa, quruvchi oqut tizimi orqali kelishuvni Dubay yer-joy departamentida ro'yxatdan o'tkazishi shart. Oqutsiz shartnoma qonuniy hisoblanmaydi. Ham har ikki tomon mas'uliyati nazorat qilinib boriladi. Unga ko'ra xaridorning puli eng boshdan quruvchi tashkilotga berilmaydi, balki uchinchi tomonda turadi. Quruvchi uy-joy qurilishining muayyan qismini bitirgandan keyingina Dubai Land Departmentdan pulni ola oladi. Biz ham nihoyat nikoh uzugi shaklida ustiga arabcha yozuvlar bitilgan mashhur kelajak muzeyi yoniga yetib keldik. Bu yerda Damak kompaniyasining nayzadek bo'lib ko'kka bo'y cho'zgan egizak binolari joylashgan. Aytgancha, muzeyga kirish biletining narxi $43. Bino ichiga kirib ko'rdikki, uy-joy bozori qizg'in ketyapti. Dunyoning 4 tarafidan ko'chmas mulkka qiziquvchilar, investorlar, ishbilarmonlar tashrif buyurishgan. One parking is included. You have got swimming pools, you have got gym. Damak Hillsda 62 kvadrat metrli 2 xonali eng arzon kvartira $269,000 dan boshlanar ekan. 2026-yilda bitayotgan hududdagi 2 xonali maydoni 82 kvadrat metrli kvartira esa $313,000 dan boshlanar ekan. Qo'shimcha qulayliklarga qarab narx oshib boradi. 39 kvadrat metrli bir xonali studio $150,000. Eng qimmat bir xonali studio esa $803,000 ekan.
Bu yerdan chiqib dunyoning eng baland yashash binosi maketini ko'rgani bordik. Uni yirik qurilish kompaniyasi Bugatti hamda mashhur soatlar ishlab chiqaruvchi kompaniya Jacob & Co birgalikda amalga oshiryapti. Ushbu osmono'par bino ko'chmas mulk olamidagi eng shov-shuvli yangiliklardan bo'lib, uning bitishi 2026-yilda va aniq necha qavat bo'lishi sir tutilmoqda. Burj Bugatti Jacob & Co Residences deya nomlanuvchi bino Burj Xalifaga egizak bo'lmoqchi. Bu yerdan chiqib Danube kompaniyasining Base 101 rezidensiya uylarini ko'rishga bordik. Bu yirik kompaniya asoschisi asli Hindiston Mumbay shahridan bo'lib, yoshligida xarobazorlarda yashagan, yotoqxona va hojatxona esa boshqa oilalar bilan birlikda qo'llanilgan ekan. Dubayda ko'chmas mulk biznesi rivojlanayotgan davrlar 2000-yillarda o'z kompaniyasiga asos solgan. Danube kompaniyasi shartlariga ko'ra, boshlang'ich to'lov uy uchun 20%, uy bitguncha esa bor yo'g'i 1% dan to'lab borilar ekan. O'zingizga ma'qul bo'lgan uyni oldindan bron qilib qo'yish uchun esa 5% to'lov amalga oshiriladi. Uyni bron qilib bo'lganingizdan keyin uy uchun birinchi to'lovni 2 hafta, uzog'i 1 oy ichida amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir tepaga 1, 2 va 3 xonali uylarni ko'rgani showroomlarga chiqamiz. 2 xonali kvartirani ko'rgani chiqdik. Bu yerda bunday kvartiralar one bedroom apartment deyiladi. Ya'ni bitta yotoqxonasi bor deyiladi. Yotoqxonalar soni sanaladi. Zalda esa ochiq holda oshxona joylashgan. Bu yerda hattoki manzaralargacha bo'lg'usi bitajak uy qanday bo'lishi haqida namunalar tayyorlab qo'yilgan. Shu kvartira $220,000 ekan. Kichkina darsxona, balkon, italyancha mebellar bor. Bitta yotoqxona va zal ham bor. Oshxona zalda ochiq holda joylashgan. Yotoqxona master bedroom deyilib, yotoqxonaning o'zidan dush, hojatxonaga kirilib ketiladi. Realtorning aytishicha, ijaradan qoladigan daromad uy narxidan 6-12% ni tashkil etar ekan. Agar holiday homes degan variantda, ya'ni qisqa ta'tilga keluvchilarga ijaraga berib turilsa, uy egasi o'zi shug'ullansa 20-30% gacha daromad qilsa bo'lar ekan. Shahar chetidagi bir zal, bitta yotoqxonasi bor kvartira, masalan, Al-Barsada oyiga ijara narxi $1000 ekan. Yotoqxona va zali bitta hisoblangan mana bu studioni narxi esa yaxshi yerda joylashganligi, metroga yaqin bo'lganligi uchun $320,000 dan boshlanar ekan. Dubayga sayohat qilish uchun har xil davlatlardan yoshlar juda ko'plab kelishadi va bunday xonadonlar ular o'rtasida ommabop ekan. Bu esa ikkita yotoqxonasi, bitta zali, kichkina darsxonasi bor xonadon. Balkonlar ikkita tarafda ham bor. 2-3 farzandli oilalarga yaxshi variant hisoblanadi. Dush, hojatxonalarga yotoqxonalar orqali kirib ketiladi. Realtorning aytishicha, eng ko'p talab studio va bir zali, bitta yotoqxonasi bor kvartiralarga bo'lib, sababi o'sha Dubayga yoshlarning ko'proq kelishi ekan. Dubayda kvartiralar odatda oshxona ochiq holda zalda joylashgan. Mana bu xonadonda balkonda xususiy basseyn joylashgan. Butun shahar go'zalligi ko'rinib turar ekan. Bu uyning narxi, ya'ni balkonida xususiy basseyni bo'lgan, dunyodagi eng baland bino Burj Xalifa ko'rinib turadigan, 2 yotoqxonasi, kichkina darsxonasi, kattagina zal va undagi ochiq oshxona, yotoqxonalar, ichidan kiriladigan dush, hojatxonalari bilan $820,000 ekan. Ko'chmas mulkka investitsiya qiluvchilar yana shunga qiziqishar ekanki, uyni ilk boshlang'ich etaplarda sotib olib, hali bitmasdan turib kadastr oldi beriladigan dokumenti bilan qo'shimcha foyda evaziga sotib yuborish imkonining borligi.
Ayrim mijozlar esa muntazam shu biznesda muayyan kompaniyalar bilan ish olib borganligi uchun hattoki Dubayga kelib o'tirmasdan o'z yurtlaridan oldi sotini amalga oshirib yuraverar ekanlar. Azizlar, men bu yerga aslida o'g'lim bilan sayohatga kelgan odam edim. Ammo kelgan ekanman, keyingi paytlarda bu yerda o'zbek realtorlari ham faoliyat yuritib borayotganligi, ba'zi yurtdoshlarimizning uylar olganligi, boshqalarning qiziqish bildirayotganliklarini eshitib, shart-sharoitlar bilan biroz tanishib ketay dedim. Men havas qildim. Shu yerlardan uylar olay deya niyat qildim. Siz ham niyat qiling. Hammamizga orzularimizdagi chiroyli uylar nasib qilsin. Keyingi manzilda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.